A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetli qarindoshlar. İslam ahlakı namlı programımızın ikinci bölümü arqali sizler bilen yüz görüşdük. Programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği azası Ustaz Abdullahat Hafiz. Program riyasatçisi men Abdullahat Ucat. Ustaz programımızga vaqt chiqarganligi uchun rahmat, Allah razı olsun. Hürmet, bugünkü programımızda bizden kılgan her qandaq amal ve yaxshi işlerimizin qabul qilinishi ve belki bütün hayatımızda intayin muhim hesaplanadigan ixlos haqida to'xtalib o'tamiz. Hürmetli Ustaz, programımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah Teala bu programımızı anlıqçılara faydalı kılsın inşallah. Amin. Programımızı başlayalım onda da. Aldı bilen ixlos degan nima? Bu haqda ixlosning qisqacha ma'nosini bir tushuntirib o'tsak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İxlas sıra başlayıp ötkendek ibadetlerimizin kabul oluşununki şartı. Bu dünyadaki kılgan her konuda işimizinki neticelik oluşunun asası ixlas. Bu ixlasını konuşturuşqa kelsek, ixlas degan söz asli halis degan sözün kelgan. Bu halis degan odatda asli Arapçada şu sütninki hech qandaq narsa aralashtirilmagan şu tig'ilgan bo'yicha ishlatilgan bir sifat. Halis süt yani hech qandaq su ve hech qandaq narsa aralashtirilmagan degan bo'ladi o so'zlik lug'at ma'nosi. Xo'sh. Endi dinimizda istiloh ma'nosiga kelsak, bu ixlos degan kılgan amellerimizde, ibadetlerimizde fakat Allah'ın razılığını gözleş. Allah razılığından başka hiç qandaq bir dünyavi, maddi bir menfaat közlemeslik, halis Allah üçün kılış degan ma'nolarni bildiriyor. Bunu hem de biz özümüzdeki Uygur tilida, Zag'ir tilimizda qisqacha demek olsak, samimiy bo'lish, halis niyatlik bo'lish desak, şu joyda degan bo'lamiz. Chunki ixlos degan şu niyatimizdagi maqsad hamdi. Xo'sh. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Malu bin niyat ve innema likulli imrin ma nawa." Yani amellerinki kıymetlik bo'lişi niyatga bağlıq. Yani şu ko'nglimizdagi amal qilayotgan vaqtimizdagi ko'nglimizdagi ixlosimizga, samimiyetimizga bağlıq. Xo'sh. Şuna o sözünki ikinci cümle hem de hadisteki insonga faqat shu niyat qilgan narsasi bor deydi. Niyat qilgan narsasi bor deganning ma'nosi shu inson har qanday ishni qilishda qandaq niyati qandaq bo'lsa o ishdan onun qo'liga keladigan natija shu bo'ladi degan gap. Agar qilgan ishini xolis
qilgan bo'lsa, xolis Alloh uchun qilgan bo'lsa, o ish xo'sh, Alloh uchun nihoyatda qimmatli ish bo'ladi. Uningda Alloh taoloninki beradigan mukofotimi shundoq katta bo'ladi. Onunda başka bir maqsadlar, başka bir narsalar g'araz maqsad qilingan bo'lsa, o chog'da Alloh taolo uni qabul qilmaydi. Shu o'zining qilgan maqsadiga shunga erishadi degan gap. Endi xulosalasak gapimizni, xo'sh, ixlos degan samimiy bo'lish, xolis niyat bilan ish qilish degan. xo'sh, Alloh razı olsun. Endi ikkinchi savolimizga kelsak, endi İBM'ma azroqlab o'tdik. İxlos bizning kundalik hayotimizda qanday ahamiyatga ega? Ya'ni bu haqda qisqacha bir tushuncha berib o'tsak ham. İxlos bo'lmasa nima bo'ldi, bo'lsa qanday bo'ldi bu? Ya'ni bizning musulmonlar uchun qanday ahamiyatga ega? Yuqorida deganimizdek, ixlos insonning hayotidagi muvaffaqiyatli bo'lishningki, qilgan ishining natijali bo'lishningki asosi sharti ixlos. Endi biz qilgan ishimiz mayli ibodat, amal ibodat olsun, mayli turmushimizningki ishlari, muomalalarimiz, elish-setish, hunar kasb deganga o'xshash qanday bo'lishiga qat'iy nazar. Har qanday ishdan bizga chiqadigan oladigan foydamiz, ko'zlagan natijamizga erishishimiz shu ixlosga, samimiy bo'lishga bog'liq. Endi bu masalani hayotda ixlos muhimligini, ahamiyatini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nəhayət qısqa bir hadis bilan insonning bütün hayoti bo'yicha qanday samimiy bo'lish kerakligini bizga tushuntirgan. Rasululloh ad-din nasiha degan. Xo'sh. Din nasihat degan kishiga nasihat qilish degan bo'lmaydi bu yerdagi. Din niyat, din ixlos degan bo'ladi. Xo'sh. Shuning uchun sahobalar so'radi. Niman ya Rasululloh deb. Kimga ixlos qilish, kimga samimiy bo'lish degandan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lillahi va li kitabihi va li rasulihi va li a'immatil muslimin va ammatihim. Bu 5 birinci Allah'a samimiy bo'lish. Allah'a ixlos qilish. Allah'a bo'lgan iymonida samimiy bo'lish. Allah'a bo'lgan muhabbatida, sevgisida samimiy bo'lish. Allah'a bo'lgan amal ibodatida samimiy bo'lish. Ya'ni qilgan amal ibodatini faqat Alloh taolo buyurganligi uchun, Alloh taolaning amrini bajo keltirish uchun qilish. Alloh taolaning roziligini ko'zlab, o'sha qilgan ishimni Alloh taolo qabul qilsa, Alloh taolo mendan rozi bo'lsa, men bir Allohning bandisi degan sifatga ega bo'lsam degan maqsadda qilish. Uningdan boshqa hech qanday bir maqsad, hech qanday bir g'araz ko'zlamasdan. Bu Allohga ixlos qilganlik. Allah'ın kitabıga, Kur'an-ı Kerim'e ixlos qilish. Yani Allah Teala'nın Kur'an'da bizge tushirgan bütün emirlerini qabul qilish. Kur'an-ı Kerim'nin baştan oyoq hammasi Allah Teala'nın haq so'zi. Bunun hech qanday bir haqdan boshqa bir narsa yo'q. Buna itoat qilish kerak. Shunday bilib, Kur'an-ı Kerim'de buyurulgan barliq emirlerini qo'ldan kelishicha, kuchining yetishicha amal qilish va Kur'an-ı Kerim'de to'silgan, nahy qilgan ishlarning hammasidan qat'iy shaklda yenish. Xo'sh. Va Kur'an-ı Kerim'de qiyomatga aloqali, qiyomat kunida bunday bo'ladi, anday bo'ladi degan qiyomatga aloqali
bergen haberlerinin hammasiga qat'iy samimiyat bilan ishinib, shundoq bo'ladi deb, shuningga bo'yicha iymon keltirish, bu Qur'oni Karimga bo'lgan ixlos, Qur'oni Karimga bo'lgan muhabbat bo'ladi. Ondan keyin Rasulullahga ixlos qilish, Rasulullahni haqiqiy so'yish, Rasulullahning sunnatini eng a'lo bilish, qo'ldan kelishcha uni ijro qilishga tirishish. Bu Rasulullahga bo'lgan ixlos, ben Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti degan sözümüzdeki samimiyat, buni aşkar qilgan bo'lamiz. Ondan keyin hamda Müslümanların başlıklarına ixlos qilish. Yani bu başlıklarımız en tuvan başlıktan başlap, biz bir yerde işlaymiz, işlesek işimizdeki beşide idarenin başlığı oldu, onun çoğunluklarının başlığı oldu, en tuvan başlıktan başlap en yukarı devletin reisigacha. Beşimizdeki başlıklarga ben aşınımda itaat kılman diyendikin, aşınımda samimi buluş, sahtkarlık kılmaslık, yukarıdaki başlıklarını aldırmaslık, bu ixlos. Ondan keyin bütün Müslümanlarga samimi buluş. Bu nima degan gap? İnsan ijtimoiy bir mahluk. İnsan özü yalnız yaşayamaydı. İnsan yaşaş için, yemek, tamak yiyiş için dehqonga muhtaç. Kiyim kiyiş için sayponga muhtaç. Kasal olib qolsa doktorga muhtaç. Ulumi yeni biriga muhtaç. Allah Taala insonni shunday bir-birimizga muhtaç qilib yaratgan. Aramızda hamkorlik bo'lsin. Shuning uchun biz hayatımız boyunca mayli bir narsa ilib satayli, mayli ishlayli, mayli birisi bilan aloqa qilib, qandoq bo'lmasin insonlar bilan aloqa qilib yashaymiz. Shu aloqamizda samimiy bo'lish, saxtkorlik qilmaslik, qarindoshlarimizni oldida bir xil, kenida bir xil gap qilmaslik, ularni boshqalarni aldamaslik. Agar bir hunarvand bo'lgan bo'lsak, qilgan ishimizni qo'ldan chiqishcha qilib qo'ymaslik, uni qat'iy qilib, boshqalarga azqatadigan shaklda qilish. Agar tijoratchi bo'lsak, mallarning aybini yoshirib, haqini aldab satmaslik. Shunga o'xshash barliq ish harakatlarimizda, insonlar bilan bo'lgan muomalamizda, insanlar bilan bo'lgan aloqamizda samimiy bo'lishimiz, yolg'onchi bo'lmasligimiz, buna insonlarga bo'lgan ixlos. Hamda mushu din, bizningki dinimiz, islom dini, bizning mushu hayotimizning boshdan oxir hammasini buni shunday ixlosga bog'liqlik, bunday samimiyatga bog'liqlik. Shunga ad-dinun nasihatlarni Şeyh İbn Baz rahmetullah aleyh deyadi, demiş ki Resulullah ad-dinun nasihat, dinning hammasi ixlos degandek bu iboratni qo'l ishlatdi desa, hamma narsaning asosi ixlos bo'lganligi uchun, ixlos bo'lmasa, samimiyat bo'lmasa qilgan amallarinki balki bekor bo'lib ketadi, ba'zi natijasi chiqmaydi muhtab bo'lganligi uchun Allah Taala din degan mush ixlos xuddi hajninki amallarininki jiq amallari vardı. Fakat Resulullah al-haccu arafa dedi. Hac Arafat'ta duruş dedi. Nemişka Arafat'ta duruş amellerinin içinde en muhim emdi. Hoş. Şunun için Resulullah insan hayatıda, Müslümanın, müminin hayatıda dini ve dünyavi kıldıgan bütün işlerinde, bütün ahlaklarında muşu samimiyet, ihlasınınki en muhim nasip olanlık için Resulullah ad-dinun nasiha, din degen ihlasdır dep, şu dinin hammasını ihlasga juglap, muşundaq dedi deydi. Demek bizden kündülük hayatımızda ihlas biliş
samimiy bo'lish, astoydil bo'lish mushu bizningki hayotimizning ham dunyolik ishlarimizda, ham oxiratlik ishlarimizda natijalik, muvaffaqiyatli bo'lishninki birinchi sharti. Mushu shartni ado qilsak, Alloh taolaning izni bilan hamma ishimizda ishlarimiz oson bo'ladi va hamma ishimizda muvaffaqiyatli bo'ladi inshaalloh. Allah razı bizdeki barbarlarımızın kabul buluşunun yetişe ve ihlasqa, samimiyetke bağlı kişilikte eğer biz hakkında kılgan takdirde, yani halis kılgan takdirde mi o emel doğru olmasa, kabul olmadık, samimiyet, ihlas olmasa kabul olmaydıqanlıqı. Şunun için bu ihlas ve samimiyetninki bizning gündelik hayatımızda, hatta yani bütün hayatımız boyunca intayin muhim bir ahlak işgallikini bilip yattık. Allah razı olsun. Hem de bu ihlas ve samimiyetke bizim ilgiriki salaf salihlar qandaq ehmiyet beretdi. Bu haqda qısqacha tushuncha bilib o'tsalar. Xo'sh, endi bizningki sahoba kiromlardan tortib hozirgacha kelgan burun o'tgan katta olimlarimiz, bu katta kishilar biz uchun bir ulgu, bir namuna. Bu zotlar ixlosga shundoq qattiq ahamiyat beradi. Amalininki qilgan amaliga bir riyo, aralashishdan shundoq qattiq qo'rqatdi. Shuning uchun bu ulamolar masalan misol bersak hamda masalan kitoblarga ko'nilar ismini yozmaydigan. Nimishqa ismini yozmaydi? Shu ismini yozib bir riyo bo'lib qolmasin, ixlosga daxl etib qolmasin deb shundan qo'rqib, shunga ko'nilarning kitobini falonning kitobi ekan deyish uchun o kitobni kimni yozganini bilitganligidan rivoyat qilganligiga qarab, shuning gaplari bilan bu falonning kitobi degan deb isbotlayotgan gap hamda. Yine o ixlosman, o bizningki kattalarimiz burun o'tganlar qilgan qanday bir yaxshilik bir ishni qilsa, uni hech kimga ko'rsatmay maxfiy qilibdi. Ba'zi odamlarni masalan bu hech qanday yaxshilik qilmaydi, qo'liga bor turib haqliga yordam qilmaydi, boshqa odamlarga o'xshash bunday yordam ishlarini qilmaydi deb bilgan odamlar, xalq shunday bilgan bunday yordam qilmaydigan nachar odam deb o'ylagan odamlar o'lib qolgandan keyin qilinayotgan yordamning to'xtab qolganligi qarab, bu asli yordamni shu kishi qilgan, biz shuni uqmay qolibmiz deb keyin shunday yordam to'xtab qolgandan keyin bilganligi bu shunday haqiqatlar bor. Yine cho'nglarninki bir bu ixlosni zidilmaslik uchun, ixlosga ahamiyat berish uchun bir odati hargiz men demaydigan. Biz deydi ekan. Qandaq bir ishni qilsa, agar qilgan ishini deyish kerak bo'lib qolsa hamda, biz bunday qildik yoki biz bunday qilgan edik deb biz degandan uni anglagan odamlar udul odamni qildi demay, shu bir necha odam qilgan ish o'xshaydi deb o'ylab qoladi. Shuning bilan men shu riyodan saqlanib qolman deb, biz bunday qilgandik yoki biz bunday ish qilgan deb bir qilgan ishni deyish kerak bo'lib qolsa, men qilgan demay, biz qilgan deydi ekan. Ama shundoq ixlosga ahamiyat berganlikdan shu ixlosga bir daxl etib qolganligi deb shunday qattiq qo'rqatdi salaf solihlar, kattalar. Bizmi hamda shulardan o'rnak olib, shularni ulgu qilib
kuchimizning yetishicha shunday qilgan yaxshiliklarimizni mumkin qadar bo'lsa maxfiy qilishga tirishsak, maxfiy qilmay ba'zi ishlarni oshkora qilish kerak hamda oshkora qilgan taqdirda niyatimizni qat'iy shu Allohdan boshqa hech qanday narsani ko'zlamagan holatda qalbimizni ching tutsak, inshaalloh ixlosmandlardan bo'lamiz inshaalloh. Ustoz Allah razı olsun. Tövendem de hem de yukarıda biz ihlasının ehmiyeti bu salaf-ı salihinin ki bununla kandak kakun bilgerlik hakkında oturup ettik. Hem de bu emellerdeki hakiki ihlas kanda buludu. Hem de biz cemiyetimizde muhlis degan gapni bek ko'p anglaymiz endi. Haqiqatan u qanday kishi haqiqiy muhlis hisoblanadi. Buni bilib yetsak azroq tushuncha bersalar. Qur'oni Karimda muhlis so'zi bor. Undan keyin muhlas so'zi bor. Ikki xil ishlatilgan. Muhlis degan ixlosliq bo'lishga tirishqchi qilgan ishlarini faqat shu ixlos bilan qilish va yuqoridagi salaf solihlarniki aytib o'tganimizdek ixlosimga daxl etib qolamdiki deb shundan qo'rqib ixlosga daxl etgan ishlardan saqlanish. Muxlis kishi qilgan amal ibodati olsun yoki amal ibodat bo'lganda Alloh uchun qilinadi-ku. Kishilarga bir qilgan yaxshiligi, bir yordami, bir xizmati bo'lib qolsa, shuningki badaliga bir kishilardan bir tashakkur, bir rahmat kutmaydi. Shuna Qur'oni Karimda la nuridu minkum jazaan va la shukura. Yani asirlarga, yetimlarga tamak berganlar, sahabe kiramlar, shular bizga rahmat o'qimasin deb oldi bilan ularga sizlardan bir mukofot, bir tashakkur, bir rahmat biz kutmaymiz deb shuni biz faqat Allah uchun, Allah rizoligi uchun qilamiz. Sizlar buningda ikki masala bor. Birinchi yordam olgan kishini mahjub qilmaslik, xijil qilmaslik, ularga shu yordamga muhtoj ekanligini his qildirmaslik. Bir odamning yordamiga akasi yordamni olsa, odam o'zini bir natiba tuvan bir nima his qilib qoladi hamda. Men bunday bir muhtoj odam shuni qildirmaslik. Biz sizlar uchun sizlarni shunday kambag'alkan yoki muhtojkan deb qilmadik. Biz faqat Alloh uchun qildik. Bizga rahmatni aytmislar desa, ya'ni bu degan shu kishilarning, muhtoj kishilarning ruhini ko'tarish, ularni azmaslik birinchisi. Ikkinchisi hamda shu niyatidagi Allah Teala'nın razılıkını talep qilganligini til bilan deyish orqali bu o'ziniki ixlosini texmo kuchlantirish. Ba'zi gaplarni og'zida degan vaqtida qalbdagi niyat, qalbdagi hissiyot texmo kuchlanadi. Bu shunday ixlosmand kishilar vay men palonig'i bunday yaxshilik qilgandim, menga bunday yomonlik qildi, tuzkorlik qildi, menga rahmat aytmadi deb bunday demaydi. Rahmat aytmadi deb xafolab qolmaydi. U faqat Alloh uchun qilgandikin, ajrini, mukofotini Allohdan tilgandikin, kishilar mayli rahmat aytsin, mayli aytmasin, uning bilan o'zinki ishi bo'lmaydi. Hatta rahmat aytishni xohlamaydi. Kashki rahmat aytmasa ekan,
mukofotimiz kelib ketmasa ekan deb shundoq kishilarga shundoq siz bizga rahmat aytmanglar deb shundoq deydi ko'nilar. İxlasliq kishi mana shundoq bo'ladi. Bu ishninki aslida shu yaxshilik qilgan odamning o'ziga shunday foydasi bor. Qandoq degan vaqtida biz kishilar rahmat aytamiki yoki deb o'ylab qolgan vaqtimizda rahmat aytmasa ranjiymiz. Ko'nglimiz og'riydi. Bakaga o'zimizni bearam qilamiz hamda. Ama lekin fakat mayli rahmat aytsin, mayli aytmasin, men onun bilan karim yo'q. Alloh taolo qabul qilsa bo'ldi desak, ko'nglimiz shunda rahatlanadi. Qalbimiz shunda qilgan yaxshiligimizdan so'yinadi. O yaxshilikni olgan kishi yaxshilikni bilsin, mayli bilmasin, biz shu yaxshilik qilaligimizga xushal bo'lamiz. Bu yaxshilik qilgan odamga nihoyatda foydali. Muxlis degan hamda muxlas qoldi hamda. Muxlas yani Alloh taolo Qur'onda min ibadinal muxlasin deydi. Muxlas degan kim desa, shu ixlos qilavergandan keyin hamma ishida shu tirishib, ixloslik bo'lishga tirishavergandan keyin ixlos bu insonlarningki tabiatiga aylanadi. Bununla o çağda keyin bu ixlos qilish uchun bir o'zini zo'rlab nafsini zo'rlab ixlosga qilish kerak ketmaydi. Onunki tabiati, axloqi, mijozi hammasi ixlos bo'lib ketadi. Bu bunda bo'lganlarga muxlas deyiladi. Hamda Qur'oni Karimda ko'pincha payg'ambarlarga ishlatiladi bu so'z. Ondan keyingi sahaba katta haqiqiy muxlis mo'minlarga ishlatiladi. Bu biz anda ixlos qilaversak, Allohning izni bilan muxlas, ya'ni shu faqat ixlos bilan to'shab ketgan, butun tabiatimiz ixlos bilan yug'urilib ketgan kishilarga aylanamiz inshaalloh. İnşallah. Allah razı olsun ustoz. Yuqorida sizninki qilgan gaplardan hamda bir insonning haqiqiy muxlisligining dalili boshqalarga bergan har qanday moddiy ma'niy yordam berilgan yani o qo'lidan chiqqan hamon uni unutib ketganligi onda odamning o qilgan ishini ikkinchi qatim yodiga keltirmaydiganligi u yordam bergan miskinlar ehtiyojli kishilarga qilgan yaxshiligi uchun hech qanday minnat qilmaydiganligi rahmat, madhiya, hurmat, ehtirom bundan narsani kutmaydiganligi agar uning kishilarga ham shu yaxshilik qilgan kishilarga o ehtiyoj sahibi yordam qilingan kishilar biror bir kamchilik o'tkazib salsa uningga qat'iy malomat qilmaydiganligi ya'ni mushundaq kishilarningki haqiqiy muxlis insonlar ekanligini yuqoridagi gap so'zlardan bilib yetdik. Hammamizni Alloh taolo shundaq muxlis kishilarning jumlasini qilsin. Keldik amaldagi haqiqiy ixlos ya'ni insonga qandoq natijalarni olib keladi. Shundaq yuqoridagidek muxlis, ixlosmand, samimiy kishilar bu dunyo va oxiratda qandoq natijalarga erishadi. Bu haqda bir qisqacha tushuncha bersak. Birinchi bu ixlosning foydasi ixlosli kishilarningki qilgan ishlariningki birinchi buningki natijasi shu qilgan amali qabul bo'ladi. Alloh taolo ixlosli kishilarning ixlos bilan qilgan amalini qabul qilib, uni natijasi ko'paytib, undan keyin mukofot beradi. Shuning uchun bu ixlosningki natijasi birinchisi qilgan ishlarimiz Alloh taoloning dargohida qabul bo'ladi. Ikkinchisi bu
duayımız kabul oludu. Dua icabet kılınudu. İhlas bilan samimi kişilerninki kılgan duaları icabet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisi var. Allah Teala'nın bazı bendeleri var. Eğer o bende Allah Teala'ga muşunda kıldı da kasam kılsa Allah Teala aşı kişinin kasımını amelge aşırdı deydi. Aşında katta faydası var bu ihlasın. Hakiki ihlaslık bolalısak Allah Teala bizninki diğerlerimizne herkes ziyade koymay şunu ameliyatga çıkarıp bir de dualarımız icabet olur. Üçüncü bir faydası bu ihlaslık amelninki ihlas kılgan kişi, ihlas bilen iş kılgan kişi ziyan tatmaydı. Her türlü Allah Teala ona her türlü hayım hatarlardan, her türlü ziyan zahmetlerden saklap kalıdır. Şu ihlasınınki sebebi bilen. Muşunda katta faydası var bu ihlasınınki. Şunun için ihlas insanın hayatı da muşunda mühim bir narsa. Allah razı olsun ustaz. Hem de muşundaq ihlasmen muhlis insanlarınki adamların alametleri qaysalar muşundaq muhlis kişilerde, ihlasmen kişilerde qandaq sübətlər tepilidi. Bular haqda qadımı qısqacha bir düşünce bir göstərir. Kısa deyiləm də. İhlaslık kişilerin, muhlis kişilerin alametleri veya alahide sıfatları bu ihlaslık kişiler kılgan işi bilen, yaxşılıkları bilen fəxrlənib, məğrurlanmaydı. Kişilerin oturuşda mesela ben anda kılgan, ben bunda kılgan deyip bunda onunla məğrurlanmaydı. Kılgan amelini fakat Allah Teala kabul kılamı, bir hatalıkımız sebeple bu amelimiz kabul olmay kalamı deyip bunundan ansıraydı. Herkes ben mınçılak iş kılıp ketken, mındaq yaxşılık kılgan, mansak sadaka kılgan, mansak hac kılgan detkan, mındaq işlerini kılmaydı. İkincisi, herkes özüne çoğun tutmaydı. Her kançı bay olsun, her kançı katta bilimdar, profesörler olup ketken olsun, başka insanlardan özüne alayda çoğun tutmaydı ihlasmen kişiler. Üçüncüsü, bula Allah Teala'nın ki boğan muhabbet, bunların kalbideki Allah'a boğan muhabbet, Allah'ın söyüşü hemmeden yukarı. En yaxşı gördüğün, en söyleyen kişisi Allah Teala boludu. Şunun için Allah'ın başka bir nersini oylamaydı. Dördüncü, bu ihlasmen kişiler şöhret parasılık kılmaydı. Kişilerin oturuşta namınınki yeğilişine, namı şöhretinki dünyaya hem adam taraftan bilinişine kalmaydı. Halatta bilinip kalıdı hem de o yaxşılık digenin ki kişiler ölümalardaydı, yaxşılık digen bir etir gülge okşaydı. Hakançı yoşursam mı onun kuluka çıkıp kalıdı deydi. Yani yaxşılık kılgan adam ne? Allah Teala müminlara yaxşı göstürdü. Onu kişiler yaxşı görürdü. Bırak özü ben bir meşhur olaşını kişilerdi hem ya şöhreti yeğilişine hem ya da isminin ki zikri kılınışını kalmaydı. Şuna ondan kişiler yaxşılık kılışka her kandak koldan kildiğen işine kılışka naiti bek herismen boludu. Hem işine koldan kilişçe kıldı. Ama lakin onun ben düşünce kılsam bana etimni ismimni atapma koymadı detkan bir köngülümde bir narsa olmaydı. Bundan başka mızcak hem de vaktimiz az kaldı onun için. Şunda alamatları var hem de muhlislerin. Burada muhlislerin ki
muhim alametlerini deb o'tdik. Allah razı olsun. Hem de şu ixlosni qo'lga keltirishga to'sqinlik bo'ladigan omillar qaysi endi? Bu haqda qisqacha tushunib bersak. Bu ham o'tgan hafta qilgan darsimizga bog'liq. O'tgan hafta biz nafsini poklashningki to'g'riliq to'xtalgan edik. Bu ixlosning eng birinchi dushmani yoki ixlosningki ta'tirisi ziddi riyo qilish. Nafsimizni shu riyodan poklash lozim. İxlosga daxl yetkazadigan, ixlosga to'salg'i bo'ladigan ishninki eng cho'ngi va eng birinchisi mushu riyo. Riyodan saqlanishga tirishishimiz lozim. İkincisi dünya sevgisi. Dünya parastlik qilib, dunyoni haddidan ziyoda yaxshi ko'raversak, bu chog'da ixlosimizga daxl yetadi. Chunki inson degani nafs bo'lgandan keyin dunyoga bo'lgan ziyoda sevgi, muhabbat Alloh taologa bo'lgan ixlosimizni ojizlashtirib qo'ydi. Üçüncüsü hem de nefs şeytanın kendine kirmeslik. Yani bu nefs bilen şeytan ikisi bir olap bizdeki ihlaslık oluşumuzni xalamaydi. İhlasımızınki yo'qolib ketishini, bizden Allah Taola'nınki g'azabiga uchrab ketishimizni xohlaydi. Onun için kecha kunduz bizga dushmanlik qiladi. Ama bizmi o nefs şeytanlar bilan jang qilib, ularga bo'ysunmaslikka tirishishimiz lozim. Mushu narsalar hamda bizningki ixlosimizga to'salg'i bo'ladi. Allah razı olsun ustoz. Tuanda qanday qilganda hamda ixlosni qo'lga keltirib bo'ldi yoki ixlosni qo'lga keltirishning yo'llari qaysi? Bu haqda qisqacha tushuntirib berasizlar. İxlosni qo'lga keltirishning yo'llari yine birinci şu nefsini poklash. Ondan keyin Allah Taolaga dua qilib, Allah Taoladan ixloslik bo'lishni, Allah Taoladan bizni ixloslik bandalardan qilishini her zaman tilab dua qilish. Ondan keyin Allah Taolaninki ne'matlarini aslab turish. Allah Taola'nın bizga bo'lgan, bizga ato qilgan ne'matlarini, Allah Taola'nın bizni qandoq yaxshi ko'rganligini, shunday yaxshi ko'rganligi uchun qo'limizdan kelmaydigan butun ne'matlarni bizga yaratib, bizga berganligini aslab turish. Shuning uchun Qur'oni Karimda nihoyat nurg'un oyatda Allah Taola'nın ne'matlarini, qudratlarini aslatadi. Nimishqa biz buni aslab tursak, o chog'da Allah Taolaga bo'lgan ixlosimiz, Allah Taolaga bo'lgan aqidimiz, Allah Taolaga bo'lgan muhabbatimiz aşıdı. Onun bilan biz ixlosni texmo yaxshi qo'lga keltira olamiz. Ondan keyin boshda ixlosman kishining alomati deb o'tgandek, shu shuhrat parastlik qilishdan hazar aylash kerak. Shuningdan saqlana olsa ixloslik bo'ladi. Ondan keyin hamda bu o'zimizni ayblab turish. Biz buni nafsni poklashdimi degan edik. Qilgan ishimizni, qilgan amal ibodatlarimizni, qilgan yaxshiliklarimizni texi sen az qilding, texi jiq qilish kerak edi, sen ustundagi vazifani texi ado qilmading deb o'zimizni ayblab tursak, qilgan ishlarimizni bizga nafsimizni katta ko'ksitib, men bunday ishni qilib ketibman deb ko'rsatgan nimadan qutulamiz. Ondan keyin ixlosimiz texmi oshadi. Ani qisqacha mushu yo'llar orqali Alloh taolaning izni bilan ixlosni qo'lga keltirib bo'ladi. Alloh taolo hammamizni barliq ish harakatlarimizda ixloslik bo'g'ini nasib qilsin. Bu hozir Ramazonninki oxirgi 10 kunini yashayapmiz. Bu 10 kun Alloh taolo insonlarni mag'firat qiladigan, do'zaxdan ozod qiladigan kun. Bu kunlarda Alloh taolo ixlos bilan
ro'za tutish, ixlos bilan sadaqa berish, zakotlarimizni ado qilish, qo'limizdan kelishicha boshqa yaxshilik, boshqa ibodatlarni qilg'ili nasib qilsin. Qilgan ishlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Bizni ixlosmand bandalardan qilib, qiyomat kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafaatiga nail qilsin inshaalloh. Amin. Ustad Abdullah Tajim, Allah razı olsun. Allah ilmlerini ziyade kılsın. Amin. Bu şeyde aflaştırayla. Hürmetli kardeşler, bugünkü İslam ahlakı namlı programımız bu şeyde ahırlaştı. Kilerki bölümde görüş ümidi bilen hemen Allah Teala'ya tapşırdım. Hayırlı hoş aman durumla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.